O'zbekiston 24 telekanalida eslatib o'tamiz. Siz O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Haqiqatan ham yurtimizda so'nggi yillarda barcha sohalarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimiga e'tibor qaratilishini hozirgi lavhamiz orqali bilib oldingiz. Turli sohalarda bu sport bo'ladimi, san'at bo'ladimi, ta'lim sohasida bo'ladimi, juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda yoshlar uchun va davlatimiz rahbari yaqinda Yaponiyaga oshirgan tashriflari chog'ida ham aynan ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratdilar, alohida urg'u berdi. Va ushbu oliy darajadagi tashrif joriy yilning 18-20 dekabr kunlari amalga oshdi va davlatimiz rahbari Yaponiyaga borib qaytdilar. Mazkur tashrif ko'plab sohalar qatori ta'lim yo'nalishi uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan davlatimiz rahbarining Yaponiya imperatori Naruhito bilan uchrashuvida ikki tomonlama hamkorlik, ayniqsa ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida izchil kengayib borayotgani qayd etildi. Tashrif doirasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi ilmiy innovatsion hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator uchrashuvlar o'tkazildi, muhim hujjatlar imzolandi. Ana endi e'tiboringizni raqamlarga qaratmoqchimiz. Bugungi kunga qadar 3000 dan ortiq o'zbekistonlik mutaxassislar Yaponiyada amaliyot o'tagan, 440 nafardan ziyodi esa stipendiya asosida oliy ma'lumotga ega bo'lgan. Shuningdek, O'zbekistondagi 7 ta universitetda yapon tili o'qitilmoqda. Shu masalalar yuzasidan batafsil ma'lumot olish uchun bugun studiyamizga Innovatsion rivojlanish agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Asror Norifni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asror aka, xush kelibsiz. Dasturimizni ko'rganimizdan xursandmiz va biroz avval aytib o'tganimizdek, ta'kidlab o'tganimizdek, bugun yurtimizda ta'lim sohasida ta'limga juda katta e'tibor qaratilmoqda, ayniqsa davlat darajasida. Davlat rahbari bu ishga shaxsan o'zlari bosh-qosh bo'lmoqdalar. Buni o'zingiz ham ta'kidlab o'tsangiz kerak. Albatta, darhaqiqat bu O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi davlatimiz rahbari tomonidan qilingan tashrif, bu tarixiy tashrif deb bilaman. Ayniqsa ilm fan va ta'lim sohasida. Endi barchamizga ma'lum, Yaponiya umuman dunyoda tartib, intizom jihatdan birinchi qatorlarda o'rinda turadigan davlat hisoblanadi. Xuddi shuningdek, ularda ta'lim va innovatsion faoliyat sohasi ham xuddi shunaqa tartibga solingan. Ya'ni oliy ta'lim tizimi, umuman ta'lim tizimi innovatsion faoliyat bilan chambarchas bog'liq. Buni alohida men bir 2-3 ta jihatlarni aytib berish mumkin. Chunki o'zim ham shu tashrif doirasida ayrim bir universitetlarni, u yerda universitetlarning prezidenti deb ataladi, prezidentlar bilan uchrashdik, ilm fanni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar bilan uchrashdik. U yerda universitetlarning asosiy masalasi sanoat bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Sanoat bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbari ham mana shu Yaponiyani ta'lim vaziri bilan uchrashganda Tokio, Osaka, Kyoto universitetlarining prezidentlari ham ishtirok etishdi shu uchrashuv tadbirida. Ularning o'zi biz bilan hamkorlik qilishi, O'zbekiston Yaponiya bilan hamkorlik qilish o'zi bu quvonarli holat. Bu chunki ularni o'zlari ham ta'kidlashdi, ya'ni o'zlari ham xayrixohlik bildirishdi. Prezidentimizni bu darajada e'tibor berilayotganligi, ta'lim tizimiga e'tibor berayotganidan ular ham qo'llab-quvvatlanishini, Yaponiya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanishini bildirdi. Ikkinchi jihati, ularda ya'ni universitetlarda talabalarni, yosh olimlarning g'oyalari davlat hisobidan, universitet grantlari hisobidan yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Endi bizda ham bor, lekin ularda kengroq qo'llaniladi. Ya'ni shu talaba o'qish davrida yoki izlanuvchilar izlanish davrida sanoat bilan hamkorlikda faqat
izlanish emas, birgalikda sanoatdagi muammolarni yechish bilan ham shug'ullanadi, hamda mavjud muammoni yechish bilan qaysiri shug'ullansa, qaysiri izlanuvchi rivojlantirish bilan, mavjud holatni rivojlantirish bilan ham shug'ullanadi. Bir paytni o'zida. Bir paytni o'zida. Uchinchi jihat esa endi albatta barchamizga ma'lum, yalpi ichki mahsulotni asosiy qismini ilm-fanga ajratadi. Ilm-fan texnologiyaga ajratadi. Endi bu ilm, ta'lim albatta bu ijtimoiy soha bo'lgandan keyin mablag' ajratilmasa rivojlanishi qiyin. Mana shu jihatlar bilan tahsinga loyiq Yaponiyani ilm-fan va ta'lim tizimi mana shu jihatlarga biz o'rganadigan tomonlarimiz ko'pligi ma'lum bo'ldi. Asror aka, davlatimiz rahbari Yaponiyani kelajak sanoatini barpo etishda strategik hamkor sifatida atadilar. Bu esa o'z navbatida ilm-fan taraqqiyotida ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada ham fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Albatta bu kelajak sanoatini barpo etishda strategik hamkor deb atalish bu bejizga emas. Men yuqorida ham aytib o'tdim. Yaponiyani ilm-fan texnologiyalari sanoat bilan birgalikda rivojlanib ketmoqda. Birgalikda rivojlanib ketmoqda. Ya'ni ilm-fan texnologiyani ichiga kirib borgan. Ichiga kirib borgan. Mana bizda ayrim bir olimlar bilan sanoat o'rtasida fikrlar paydo bo'ladi. Sanoatchilar aytishadi, yo'q, ilm-fan orqada qolib ketgan. Qarama-qarshi fikrlar bu. Ilm-fan orqada qolib ketgan olimlarimiz aytadi, yo'q, mana buni joriy qilaylik desa, biz buni 1 yil oldin yoki 2 yil oldin joriy qilganmiz degan mana shunaqa qarama-qarshi fikrlar Yaponiyada mavjud emas. Olimlar bilan sanoat o'rtasida mavjud emas. Ular bir-biri bilan shu men yuqorida aytib o'tganimdek, shu izlanish boshlanishidan sanoat bilan hamkorlikda olib boriladi. Sanoat bilan hamkorlikda olib borilganligini hisobida jamiyatda, davlatda, umuman xalqaro hamkorlikda fan va texnologiyalar rivojlanishi qanaqa ahvolda ketayotganligi ilm-fan bilan birgalikda o'sib boradi. Hamnafas o'sib boradi. Bu endi bu qaror haqiqatdan ham tarixiy qaror bo'ldi. Uzoqni ko'zlangan qaror deb bilaman davlatimiz rahbari tomonidan. Asror aka, ma'lumotlar, hozir statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratyapman va ma'lumotlarga ko'ra bu aynan 2018-2024-yillarda 5 ta yo'nalish bo'yicha 10 nafar yosh olimimiz Yaponiyaning yetakchi ilmiy tashkilotlarida qisqa muddatli stajirovka ishlarini o'tash uchun borgan ekanlar. Bu borada hozirgi kunda vaziyat qanday, ishlar qanday? Albatta biz bu borada endi bu raqamlar, siz aytayotgan raqamlar O'zbekistonni ilm-fani uchun, ta'lim uchun juda kam. 10 nafar, 20 nafar bo'ladi, albatta kam. Mana aholimizni soni yiliga qarib 1 millionga oshib ketyapti. O'zbekiston 2030 prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan strategiyada bizda izlanuvchilarimiz soni 1 million aholiga 2000 nafarga yetkazilishi kerak. 2000 bu raqamlar juda kam hozir. 2000 nafarga yetkazish kerak. Hozirgi kunda aslida 2000 nafar ham kam 1 million aholida. Endi xalqaro rivojlangan, xalqaro standartda rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 4-4,5 mingga chiqib ketadi. 4-4,5 mingga chiqib ketadi. Biz tashrif doirasida Yaponiyani shu Kyoto, Tottori universitetlari bilan uchrashuv o'tkazdik. Tottori universiteti endi bular reytinglarda yuqori o'rinda turadigan universitetlar. Masalan, Kyoto universiteti xalqaro reytingda 54-o'rinda turibdi. Xalqaro reytingda. Xalqaro reytingda. Bizda endi mana 3 ta xalqaro reytingni tan oladigan bo'lsak, bittasi QS reytingi, bittasi shu Z Times Higher Education, uchinchisi shu Shanghai reytingini hisobga oladigan bo'lsak, mana shu 3 ta reytingda, xalqaro reytinglarda 54-o'rinda turadi. Biz bu universitetlarning prezidentlari bilan uchrashdik.
tashrif davomida prezidentlar bilan uchrashdik. Hurmatli vazirimiz shu Qo'ng'irotbay Avazimbetovich ham birgalikda biz bilan hamkorlik shartnomalarini imzolashga va ularni biz tomonidan ham universitetlar rektorlari borishgandi. Biz tomonidan ham universitetlar rektorlari borishgandi. Shu uchrashuv davomida ikki tomonlama, ya'ni mana shu Kyoto, Tokio, Tottori universitetlari bilan yosh olimlarni xorijiy ilmiy stajirovkaga ko'proq yuborish masalasini muhokama qildik. Ular albatta buni qo'llab-quvvatladilar. Tottori universiteti, ayniqsa Kyoto universitetini tarkibida alohida markaz bor ekan. Cho'l hududlarini, yarim cho'l hududlarini rivojlantirish, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tadqiqotlarni o'rganish bo'yicha alohida bir nufuzga ega bo'lgan ilmiy tashkilot bor ekan. Mana shu ilmiy tashkilot bilan hamkorlikda biz Samarqand davlat universitetida ular xuddi shunga o'xshagan markaz ochishni qo'llab-quvvatladilar. Samarqand davlat universitetida hamda Qoraqalpog'iston hududida endi cho'lga aylangan Orolni qurigan tubida tadqiqotlar olib borishni ular qo'llab-quvvatlashlar hamda mana shu yiliga qariyb biz ular bilan kelishdik. 50 nafar yosh olim izlanuvchini o'zlarida tadqiqot olib borishga, qabul qilishga, kadrlar qabul qilishga, ilm fanni almashishiga hissa qo'shishini ma'lum qilishdi. Ya'ni ular o'zlari fikr bildirishdi. Shu universitetda prezidentlari ular ham vaziri bilan uchrashganda prezidentimiz tomonidan bildirgan fikrlari O'zbekistonni umuman ta'lim hubiga aylantirish bo'yicha qilayotgan ishlari, ilm fanni qo'llab-quvvatlash borasida aytgan fikrlarini juda qo'llab-quvvatlashdi hamda xursand bo'lishdi ular. Shu uchun bizga nima taklif bildirishsak, hammasiga xayrixoh bo'lib, xursand bo'lib qabul qilishdi. Hamkorlik shunday bo'lishi kerak o'zi. To'g'ri aytasiz va mana shu kadrlar almashinuvi haqida hozir gapirdingizda, nima deb o'ylaysiz? Yaponiyaning yetakchi laboratoriyalari va universitetlarida tadqiqot o'tkazish imkoniyatlari qanday? Qay darajada? Yaxshi. Biz ilgari ham Yaponiyani tadqiqot universitetlari bilan boyagi shu o'zlaringiz aytib o'tdingizlar, 10 nafar yosh olimlarimiz tadqiqot olib borgan, xorijiy ilmiy stajirovkani amalga oshirgan. Biz ikkita eng nufuzli xuddi o'zimizga o'xshagan agentlik bilan hamkorlik qildik. Ya'ni Yaponiyani fan va texnologiyalar agentligi hamda Yaponiyani ilm fanni targ'ib qilish jamiyati. Xuddi shu O'zbekistonlikka o'xshab, endi ilm fanni bu ikkita tashkilot ilm fanni moliyalashtiradi. Mana shu ikkita tashkilot bilan ham biz tarixda birinchi marta, mana 30 yillik tarixda birinchi marta mana shular bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Mana shu tashrif doirasida hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bu GST hamda GSPS tashkilotlari hisoblanadi. Bu ikkita nufuzli tashkilot ham bizga shu qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish hamda stajirovka, xorijiy ilmiy stajirovkalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bizga o'z fikrlarini bildirishdi hamda xayrixoh bo'lishdi. Biz bilan 2026-yildan boshlab mana mart oyida kelishib oldik. Qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha biz shu paytgacha bu tashkilotlar bilan biror marta qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirmaganmiz. Ular mana shu O'zbekistonni ilm fanni rivojlantirishga, hamkorlik qilishga, olimlarimizni bilim va ilm almashishiga xayrixohlik bildirishdi va qo'llab-quvvatlanishini ma'lum qildi. Va hozir mana tashkilot rahbari bilan ham uchrashuv bo'lib o'tdi. Aytib o'tganingizdek, ushbu yo'nalishda istiqboli, ya'ni rejalari qanday ekan? Bu mana JICA degan tashkilot bor. Bu bilasizlar, butun dunyoda mashhur tashkilot, ya'ni Yaponiyani xalqaro hamkorlik agentligi hisoblanadi. Bu tashkilot bir necha yildan buyon mana O'zbekiston bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Ya'ni mana
ilm fanni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Satreps 2020 dasturi amalga oshirib kelinmoqda. Satreps 2020 dasturi amalga oshirib kelinmoqda. Bu dastur doirasida mana 2022-27 yillarda mo'ljallangan. Bu 5 yillik 5 million AQSh dollari mablag' ajratilgan. 5 million AQSh dollari mablag' ajratilgan bo'lsa, shu paytgacha bu dasturning doirasida 12 ta qo'shma ilmiy loyiha amalga oshirilgan hamda 45 nafar olimlarimiz, ya'ni Yaponiyani olimlari O'zbekistonga kelib, yilida 4 marotaba mana shu Orolbo'yi tubini o'rganishga, cho'l ekologiyasini o'rganishga qaratilgan bu Satreps 2020 dastur doirasida mana shuni o'rganishga kelishildi. Yo'q, o'zi bu kelishuvga erishilgan. Endi mana shu Satrepsni dasturni ikkinchi fazasini amalga oshirishga kelishdik. Mana shu JICA prezidenti bilan prezidentimiz uchrashgan bo'lsalar, JICA tashkilotining prezidenti bilan men o'zim shaxsan JICA tashkilotini bosh direktori o'rinbosari bilan uchrashib, mana shu ikkinchi fazasini amalga oshirish bo'yicha asosiy bizda xabarlarimiz bor. O'zbekiston-Yapon markazi bor. Yaponiya bilan mana shu dasturni amalga oshirishga bevosita hamkorlik qilib kelayotgan. Ikkinchi fazasini agarda amalga oshiradigan bo'lsak, faqatgina Orolbo'yi yoki cho'l ekologiyasini o'rganish emas, mana yaqinda hukumatimiz tomonidan O'zbekistonning fan va texnologiyalar rivojlantirishni ustuvor yo'nalishlarning bir qismi ilmiy kadrlar tayyorlash bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilandi. 7 ta ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Mana shu ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ham Satreps dasturi doirasida qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldik. Ya'ni ikkinchi fazasida. Ikkinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda. Hozir Asror aka, siz aytgan ma'lumotlar ochig'i bizni xursand qiladi. Aynan biroz avval ta'kidlab o'tdik, 2018-2024 yillarda bu 5 ta yo'nalishda 10 nafar stajirovka amalga oshirish uchun vakillarimiz, olimlarimiz, yosh olimlarimiz borgan deb aytganimizda, bu juda kichkina natija deb aytib o'tdingiz va bu borada hali biz bildikki, demak, amalga oshirilishi kerak bo'lgan va amalga oshirilish bosqichida bo'lgan ishlar bor. Juda ko'p. Bu boradagi ishlaringizda omad tilaymiz. Ta'lim sohasi haqiqatan ham eng ustuvor, eng kerakli yo'nalishlardan biri. Buni ta'kidlamasak ham juda ko'pchilik yaxshi biladi va bu boradagi mas'uliyatli ishlaringizda ham sizga omad tilaymiz. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Bir qancha yangi loyihalar haqida aytib o'tdingiz. Mana shu loyihalar doirasida erishilgan yutuqlardan so'ng ham sizni yana dasturimizga taklif etamiz. Siz bilan suhbatlashamiz deb umiddamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz va dastur davomida hozir bir qiziqarli lavhaga o'tmoqchimiz. O'zi butun yurtimizda har bir sohaga e'tibor qaratiladi. Bu har qanday soha bo'lishi mumkin va men e'tiborimni tortgan jihat, Namanganda shunday oila bor ekan, Asror aka, Namanganda 5 avlod vakillari qushchilik bilan shug'ullanar ekan. Qushlarga e'tibor qaratar ekan, qushlarni yaxshi ko'rar ekan. Juda ham hamkasblarimiz qiziqarli kayfiyatni ko'taruvchi lavha tayyorlaganlar. Hozir birgalikda mana shu lavhani tomosha qilamiz. Asror aka, sizga rahmat aytamiz. Ko'rganimizdan rahmat. Maroqli o'tsin va dasturimiz davom etadi. Marhamat.